Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga tibbiyotda shunday uchratiladigan holatlar borki, bu insonda katta vahima, katta insonda hayajonga olib keladigan holat, ya'ni peshobda qonning paydo bo'lishi. Albatta har qanday inson o'zini peshobida qon ko'rgan paytda qattiq hayajon, qattiq stressga, qo'rquvga tushib qoladi. Va bunday holat nima sababdan ro'y beradi va buni qanday qilib diagnostika qilishimiz mumkin va buni qanday qilib davolashimiz mumkin? Bugun aynan shular haqida sizlarga batafsil ma'lumot berishni reja qildim. O'zi odatda urologiyada siydik yo'llari ikkita qismga bo'linadi. Yuqori siydik yo'llari va pastki siydik yo'llarga bo'linadi. Yuqori siydik yo'llariga, demak, buyraklar va siydik yo'li qovoqqacha bo'lgan soha kiradi. Qovoqdan pastki qismlar, ya'ni prostata, siydik kanali, ayollarda, erkaklarda siydik chiqaruv kanali bo'ladi. Bular demak, pastki siydik yo'llar hisoblanadi. Yuqori siydik yo'llardan, demak, qon ketishiga sababchi bo'ladigan faktorlar juda ham ko'p. Bulardan asosiylarini sanab o'taman. Birinchi navbatda bu siydik tosh kasalligi. Ko'pchiligimizda siydik tosh kasalligi bilamiz, ko'rganmiz. O'sha tosh siydik yo'ldan ko'chgan paytda siydik nayga tiqilib qoladi va siydik nayga tiqilib qolgandan keyin o'sha siydik demak, qovoq buyrak ichida bosimni oshishiga olib keladi va o'sha yerda ma'lum bir mayda kapillar venalar bosim yuqori bo'lish natijasida yorilishiga olib keladi. Undan tashqari mexanik ravishda toshning o'zi ham siydik yo'llarini tirmalab, demak, zararlantirib, qon kelishiga sababchi bo'lishi mumkin. Albatta, bunday holatlarda og'riq bilan kechganligi uchun, demak, toshdan bo'layotganligini, ya'ni peshobdagi qon tosh sababli yuzaga kelayotganligini tibbiyot xodimi bo'lmagan odam ham bilishi mumkin. Lekin shunday holatlar borki, ming afsus, bu yerda hech qanday og'riq bo'lmaydi. Shunday holatlardan biri bu onkologik kasalliklar. Aynan buyrak o'smalari, siydik yo'llarining o'smalari, qovoq o'smalarida hech qanday og'riq bo'lmaydi. Bu men amaliyotimda juda ko'p uchrab turibdi. Bugun sizlarga shunday keyslardan birini ko'rsatamiz. Bemorimiz murojaat qilganlar, ularning qovoqlarida hosillar bor va bemor davriy ravishda peshobda qonning paydo bo'lishini, demak, ko'rib kelganlar va e'tibor qilmaganlar uncha. O'tib ketadi deb yuraverganlar. Sababi qon bir paydo bo'ladi, bir yo'qolib qoladi, bir paydo bo'ladi, bir yo'qolib qoladi. Shuning natijasida, demak, hozirgi kunda o'sha qovoqlardagi o'sma juda ham kattalashib ketgan. Shu o'smani biz bugun amaliyotda olib tashlaymiz. Demak, mavzuga qaytadigan bo'lsak, demak, qonashga, ya'ni peshob yo'llaridan qon kelishiga sabab bo'luvchi faktorlar ichiga, demak, o'sma kasalliklar kiradi. Demak, bu juda katta guruh kasalliklar, har xil holatlar bo'lishi mumkin. Yana shunday bir holatlar borki, demak, buni qon tomirlar anomaliyasi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar bor. Biz buni demak, arteriya venos fistula degan kasalliklar bo'ladi. Bu holat juda kamdan kam odamlarda uchraydi. Ayniqsa MCKT, tomografiya, MRT, barcha tekshiruvlar o'tkazilishiga qaramasdan hech qanday savob topilmaydi. Bunday holatda shunday bir tekshiruv o'tkaziladi, ya'ni buyraklarning ichini maxsus, demak, angiografiya tekshiruvi bor. Qon tomirlarini tekshirilgan paytda arteriya qon tomiri bilan vena qon tomiri hech qachon ikkalasi bir-biri bilan bog'lanmagan bo'ladi normal holatda. Aynan shunday anomaliya holatlar bo'ladiki, arteriya qon tomiri bilan vena qon tomiri o'rtasida bog'liqlik paydo bo'ladi. Yuqori bosimdagi arteriya qon tomiri ichidagi bosim vena qon tomiriga o'tgandan keyin u yerda bosimni oshirib, demak, vena qon tomirlarining devori yorilib, siydik yo'llardan qonning kelishi sababchi bo'ladi. Shunday holatda bemorlar bizda masalan kamdan kam uchrab turadi jamiyatimizda, lekin men o'zim amaliyotimda juda ko'p marta ko'rganman. Ko'pincha bular jismoniy yuklama qilgan paytida, masalan, turnikka o'g'il bolalar tortilib turgan paytda, birdan kuchli kuchangan paytda qorin bo'shlig'i ichida bosim ortishi natijasida arteriyadan venaga kuchli qon keladi va vena qon tomirlari yorilib ketib, demak, siydik yo'ldan qon kelib qolishi ham mumkin. Demak, spontan ravishda, ya'ni to'satdan qon kelib qoladi. Bemor borib, demak, peshob qilganda o'sha qip-qizil qonni ko'rishi mumkin. Albatta, bu vahimali, qo'rqinchli holat. Bundan tashqari, demak, qon kelishiga sababchi bo'ladigan holatlardan yana bitta guruhi bor. Bu albatta bu siydik yo'llarida o'tkazilgan amaliyotlardan keyin, ayniqsa prostata bezini amaliyotlari, masalan, prostata bezini adenomasini olib tashlaymiz, transureteral rezeksiya yoki Xoleb amaliyotdan keyin, qovoqlardagi o'smalarni olgandan keyin yoki buyrakdan toshlarni olib tashlagandan keyin bemorda tosh olingan joyda mexanik ravishda, demak, tosh olish protsessida buyrakka teshib kirilsa yoki pastki siydik yo'ldan kirib olayotgan paytida zararlanadi
Amaliyot paytida ko'pincha suv bilan yuvib turilganligi uchun qonash uncha bilinmaydi. Keyin amaliyotni tugatib, drenaj qo'yib yoki stent qo'yib chiqib ketilgandan keyin bemorda amaliyotdan keyingi dastlabki 6 soat ichida demak o'tkir ravishda qonning kelishiga sababchi bo'ladi. Yana bitta holat bor. Bu peshob yo'llaridan qon kelishga sababchi bo'ladigan kasalliklar guruhi. Bu qon kasalliklari. Mana masalan, shu kasalliklar borki, qon ivish faktorlari ba'zi insonlarda yetarli darajada rivojlanmagan bo'ladi. Bunaqa qon kasalliklari afsuski jamiyatimizda uchrab turadi. Bularda nafaqat siydik yo'llardan, balki masalan oddiy travma olgan payt burnidan qon ketishi yoki tanasini ko'karib qolishi, katta masalan ko'karib qolishlari odatda bular o'z hayoti davomida tez-tez uchrab turishadi. Lekin siydik yo'llardan qon ketish holatlari ham uchrab turadi. Masalan, qovoq peshobi to'la bo'lib turib birdan demak hojatga chiqqan paytda qovoqdagi qon tomirlar yorilib ketishdan tasodifiy ravishda qon ketish holatlari ham ro'y berishi mumkin. Bunday guruhdagi bemorlarni ko'pincha gematologiya, onkologiya bo'limlarida davolanishadi. Qon ish faktorlarini quyish bilan bu narsalarni davolash mumkin. Xo'sh, mana ko'rib chiqdik, bir qancha sabablari bor ekan, demak qon ketishga olib keladigan. Endi diagnostikasini qanday qilamiz? Diagnostikasi dastavval sizlarga mutaxassis, ya'ni malakali urolog ko'rish kerak. Albatta, chunki sabablarni aniq tekshirib turib, genezi, ketishini ham bilishimiz kerak. Ba'zan holatlarda bo'ladi soxta siydik yo'llardan qon ketishi. Soxta deganim, masalan, ko'pchiligimiz, meni hayot amalimda ko'pchilikda bo'lgan bemorlar qo'rqib kelishadi. Bir kun, 2 kun oldin masalan, qizil lavlagi yoki qanaqadir bo'yoqlari bor bo'lgan ichimliklarni, sharbatlarni iste'mol qilganda peshob rangi qizil bo'lib chiqadi, ular qon bor deb o'ylashadi. Bunaqa holatda qon emas, balki prosta bo'yoq hisobiga peshob rangi qizil chiqishi mumkin. Oddiygina siydik tahlili orqali buni aniqlab, bemorni tinchlantirishimiz mumkin. Shuning uchun mutaxassis urologning maslahati peshob tahlilining ham 2 xil usulda ko'rinadi. Umumiy peshob tahlili hamda nechparenka usulida o'sha peshobdagi eritrositlar miqdori sanaladi, nechtaligi. Bu katta ahamiyatga ega. Va 3-navbatda buyraklar, siydik yo'llar va qovoqlarni, prostatalarni ultratovush tekshiruvdan o'tkaziladi dastavval. Chunki masalan tosh bormi, hosila bormi, oddiy ultratovush tekshiruv orqali aniqlash mumkin, oson. Undan tashqari murakkabroq bo'lgan tekshiruv usullariga bular demak multispiral kompyuter tomografiya tekshiruvni ham amalga oshirishimiz mumkin. Ayniqsa kontrast orqali tekshirgan paytimizda siydik yo'llarda anomaliya, siydik yo'llaridagi demak to'siqlar, torayishlar, obrazovaniya o'smalar, toshlarni borligini tomografiya orqali demak aniq tiniq ko'ra olamiz. Yana bir tekshiruv bor, bu sistoskopiya tekshiruv. Uretroskopiya, sistoskopiya tekshiruvlar bajariladi. Bular ko'pincha mahalliy va yengil og'riqsizlantirish usuli ostida siydik yo'liga maxsus endoskoplar bilan kirib, qovoqni ichini tomosha qilib chiqamiz. Ko'pincha pastki siydik yo'llardan qon ketishiga shubha bo'lgan paytda aynan shu tekshiruvlar orqali biz o'zimizga yetarlicha ma'lumot olishimiz mumkin. Albatta, qon ketish onkologiyadan bo'ladigan bo'lsa, demak biz o'sha onkologik to'qimadan qon demak biopsiya olishimiz mumkin. Peshobni sitolog tekshiruvga ham berishimiz mumkin. Ba'zan shunday o'smalar bo'ladiki, ular demak katta hajmda bo'lmaydi, yassi bo'ladi. Ultratovush tekshiruvida yoki sistoskopiyada ularni aniq ko'ra olmaymiz. Shunday holatlarda biz onkologik holatni inkor qilish maqsadida bemorlardan demak o'sha siydikdan sitolog analizlar olinadi. Ayollarimizda bakpassiv tekshiruvlar qilinadi. Ba'zan ayollarda o'tkir sistit holatlarida ham peshobda qonning paydo bo'lishiga sababchi bo'lishi mumkin. Shunday holatlarda siydik bakteriologik tekshiruvi, umumiy qon tahlillari, yuqorida sanab o'tgan kasalliklar guruhi, ya'ni qon ivishi bilan bog'liq bo'lgan holatlarda qonning ivishini tekshiruvchi koagulogramma tekshiruvi, qon ivish faktorlarini ham ko'rib, bemorga yakuniy aniq tashxis qo'yish mumkin bo'ladi. Hozir e'tiborlaringizga aynan siydikda qon paydo bo'lishi bilan shikoyat qilgan bemorimizni amaliyotga olib tayyorlayapmiz. Hozir shu amaliyotni sizlarga ko'rsatamiz. O'zlaringiz ko'rib xulosa qilib chiqarishingiz mumkin. Agar sizda yoki yaqinlaringizda peshob qilgan paytda qon borligiga shikoyat qilayotgan bo'lsa, bu holatni demak ortga qoldirish juda ham xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shunday holatlarda albatta zudlik bilan shifokor urologga murojaat qilishni tavsiya qilaman. Agar sizda shu aynan shunday holatlar bilan bog'liq savollaringiz bo'lsa, mendan maslahat olishni xohlasangizlar, o'zimni demak kanalimdagi telefon raqamlariga to'g'ridan to'g'ri yoki izohlarda fikringizni yozib qoldirib,
maslahat olishingiz mumkin. Sog' va salomat bo'ling. Peshobda qon paydo bo'lishiga sabab bo'luvchi omillardan bittasi bu qovoq hosilalari hisoblanadi. Hozir bugungi keysimizda bemorimizda demak qovoq ichida hosila bor. Davriy ravishda peshobda qon paydo bo'lib yurgan. Hozir shuni demak ko'rib, demak qovoq ichidan o'sha qon chiqarayotgan o'smani demak transurethral rezeksiya usulida olib tashlaymiz. Mana qon laxtachalar kelib turibdi. Qovoq ichida mana shunaqa mana hosila bor. Mana shu hosiladan mana davriy ravishda mana shu yerdan qon chiqadi. Qon paydo bo'lib turadi. Shu qonab ketish natijasida peshobda rost bo'lsa-da, ko'p bo'lmagan miqdorda doimiy qonab turishga sababchi bo'ladi. Bundan tashqari toshlarda ham bo'lishi mumkin, boya aytganimizdek. Demak, o'smani olib tashlagan paytimizda buni imkon darajasida o'sha mushak qavatigacha tozalab olishimiz kerak. Sababi mana o'smani chegarasi mushak qavatigacha tozalab olsak, o'sha o'smani to'liq olgan bo'lamiz. Agar faqat demak yuza qavatdan olsak, keyinchalik o'smani ildizlari qolib ketsa, keyin yana tarqalib ketishi mumkin. Hozir shuni tozalab, to'liqligicha olishga harakat qilamiz. Bilaganmisizlar kabelni? Ishlayapti bolalar lekin. Bemorimizda mana o'sma joylashgan joyida mana ko'rishingiz mumkin. Mana o'smani to'liqligicha shilib oldik. Mana o'sma turibdi, mana o'sma. Mana o'sma joylashgan joy. Chegaralar, ya'ni xavfli hudud deyiladi. Xavfli hududlar bilan to'liqligicha mana inokulatsiya qilib olindi. To'liqligicha o'sma butunligicha olindi. Mayda-mayda bo'lak emas. Xudo xolasa o'smani olib tashlaymiz. Mana bular xavfli zona hisoblanadi. Bu yerdan biopsiya olib ko'ramiz tekshirish uchun. Mana atak o'smani joylashgan joy mana to'liqligicha olindi. Endi operatsiyani koagulyatsiya qilib chiqib ketsak ham bo'laveradi. Demak, mana bu holatda hozir mana mushak qavatigacha bo'lgan joyini to'liq oldik mana. Mushak qavatiga bo'lgan joyini oldik. Sababi mushak qavatigacha olmasak, faqat yuza qavatini o'zini olsak, o'sma rivojlanish xavfi bor. Keyin обязательно mana bu o'sma olingan joyini mana o'sma olingan joy mana ko'rib tursiz, shunaqa katta zona bo'lib qoldi. Обязательно koagulyatsiya qilib ketish kerak. Sababi to'qimalar kuysa, yangi sog'lom to'qimalar rivojlanadi. O'sma to'qimalar rivojlanishiga imkon bermaydi. Mana ko'rib turganingiz amaliyotni yakunlab oldik. Mana o'smani olgan joyini to'liq olib tashladik. Xolasa endi to'liq chiqib ketaveramiz. Qolgan joylarda o'sma rivojlanishi yo'q. Albatta, amaliyotdan keyin bemorga qovoq ichiga kimyoterapiya qilinadi. Doksorbitsin yoki metametsin bilan bu qilish standart hisoblanadi. Olingan to'qimani histologik tekshiruvga beramiz.